bu ideya qayerdan kelib chiqdi deb so'rayapti. Shu savollarning hammasiga bitta javob berib beraylik birgalikda. Olib kelingda ko'rsatingda telefonda. Shu telefonda videoga olishni boshladi. Nima deydi? Alloh xohlasa hech narsa emas ekan. Ko'pchilik kommentariy yozyapti, bir yo'lashga borib yotmoqsizlar deb. Bitta men nima uchun turganimni bitta yagona sababi bu bola meni jiyanim. Ko'p narsani bilmaganligi uchun aka yonimda turing iltimos degani uchun yonida turibman, qo'limdan kelgancha podдержка berib yordam berib. Keyin negativ yozayotganlardan hali bitta iltimosim bor-da. Bitta rassom qo'ldagi chistichkani kirasiga tiqib bitta qog'ozga mlem deya qilib qo'yib turib, million dollarga sotyapti. Jinnilik mashi basmi misol? Yana bitta jinnilikni misol keltiraman. Bitta futbolist 90 minut futbol o'ynab turib, haligi teriga botgan futbolkani g'ijimlab bitta otib olsa, uni olib turib 2 million 3 million dollarga sotib oryapti-da. Bu bola mehnat qilyapti. Ertalabdan kechgacha qopqoq qoqib mehnat qilyapti. Shunchaki like, podpiska, bos uka deb qo'yinglar bo'ldi. Sizlardan ortiqcha hech kim hech narsa so'rayotgani yo'q. Bu ideya qayerdan keldi? Husniddin o'zing tushuntirgin. Ko'pchilik so'rayapti shu narsa. Bu ideya to'g'risi aka, hali uyg'onmaganimda ertalab alahsirash holati bo'ldi. Uyg'onib yaxshi uxlolmagan holatda miyamda o'ylagan g'oyam shu. Hali ko'zim ochmasidan shunaqa nima qilsam ekan, qana video qo'ysam ekan degan fikrda mana shu narsa kelgandi degandan keyin. Qana bo'ldi mana uyg'onding, qopqoq qayerdan xayolingga keldi? Chanqaganimda aka, ukam xonasida jicha suv bor edi. O'shini ichaman deb kirib ketayotganimda. Kirib uje ichgandan keyin mana shu qopqoqni ukam xonasiga qoqib qo'yaman degan xayol keldi. O'sha ukam xonasiga qoqib qo'yaman degan. Suvni ichib bo'lib, birinchi boshi shu uyga qoqmoqchi edim. Yangi remont qilganligim uchun dedim, batga qoqmay uydagilar so'kmasin deb. Prostadagi bitta video olib qo'ydim. Bu yaxshi yurmadi. Keyin yana aytdim, akalar, agar xohlasalaring, mana shu devorga bittadan qopqoq qoqib chiqamiz dedim. Birinchi kun hech kim e'tibor bermadi. 140 dan qopqoq qoqqandim. Dadamdan so'radim, dada shunaqa. Agar xo'p desangiz, mana shunaqa qilyapman. Dedim, ertasidan uje 8 ming, 10 ming, 15 ming bo'lib ko'payib ketdi. Yurib ketdi. Xuddi shunaqa bo'ldi. G'oya o'zimniki, birovdan o'g'irlaganim yo'q. Gap yo'q. Qaranglar, bu bolani men hammalaringdan ko'proq yaxshiroq taniyman. Men yonimda yurgan inson bu bola. Hammani o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Juda ko'pchilik kommentariyalarda erimni o'qiyapman-da. Uy 2 etajli ekan, hashamatli ekan, uy ekan, bu ekan deb yozyapti. Bu uyni ko'tarib olgan chor, o'zinglar ham bilasizlar, o'zbekchilik. Qarz havola qilib, narsa qilib ko'tarilgan uy. O'zi minib yurgan mashina ham ijarada. Tirikchiligiga kira qilib yurardi. Alloh shunaqa omad berdi, butun dunyo kuzatyapti. Hozir ahvoti 35 million bo'lgan. Obunachilar soni salkam 100 mingta bo'ldi. Shunchaki obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, podдержкада bo'lib turinglar. Meni maqsadim nima? 360 gradusga o'zgarib, katta blogerlarga o'xshab, soqqani o'shtirib yursin. Shu chista shunaqa tilayman men. Kecha o'zlaring ko'rdilaring, bitta inson kelib telefon sovg'a qilib ketdi. Shu telefonni o'ziga olib qolsa bo'lardi. Masalan, nima uchun sovg'a qilib berib yubordi? Misol. Bergin keldimi? Shunchaki yaxshi insonlar bu bola. Shunday telefonni oldida, aka dedi, shuni dedi, mana shu yerda qaralashayotgan, mehnat qilayotgan, yordam berayotgan bolalarga sovg'a qilsam nima deysiz? Deb turib, to'xtang dedi. Qo'shnim bor. Постоянно shu yerda yelka men bilan turadi. Shu insonga sovg'a qilib beray dedi. O'zing bilasan dedim, sovg'a qilib berib yuboring. Xullas maqsadimiz shu. Obunachilarni kengaytirib, reklamalarni olib, qo'ldan kelgancha shu katta bloger bo'lib ketsin-da, obunachilarga nima deydi? Uy, mashina, shunaqa sovg'a qiladigan darajaga yetishsin. Bosamiz. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. To'xtama, faqat oldinga. Rahmat. Shu, sog' bo'linglar.